hamma nervli hozir. G'azab. Sabablari, yechimlari. Yosh bolani ko'rasiz? Tindek. Sal narsaga portlab ketadi. Sal narsaga nervi chiqib ketadi. G'azablanib ketadi. Bu o'ta xatarli ruhiy ko'rinish. Xatarli psixologik kasal. G'azablanishlik o'zi yaxshi narsami, yomon narsami? Kerak narsami, kerak emas narsami? Shuni hal qilib olaylik. G'azab insonning tabiatida bor bo'lgan bir sifat. Va bir kishini g'azablantiradigan ish bo'lganda ham g'azablanmayotganligi ham normal hol. Tushunarlimi? Normalniy odamda g'azab bo'ladi. Faqat bu normalniy odam qayerda g'azab qilish kerak, qayerda g'azab qilmaslik kerak.